Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün serap dersimizden neçinci günü ise ikinci günü ise biz ilgirki saatlik dersimizde serap hakkında, nehvi hakkında, balagat hakkında, edebiyat hakkında, yani Arap dilindeki asasi kısımları hakkında addi, yerlik bir üçüncünü vergen top. Ondan keyin sarf hakkında to'xtalib so'zlarninki bir masdardan yasalishi haqida to'xtalgan, bir masdardan 13 so'z, fe'l, ism bo'lib necha so'z? 13 so'z. Ya'ni masdardan modi, mudori, ism fa'il, ism maf'ul, fi'li jahat, fi'l nafi, amr billam, amr hadir, amr billam, nahi hadir, shundama ismi zaman ve ismi makan, ismi alet ve ismi tafzil qatorliq 13 sözünün yasaldiganligi ve bularning misollarını ko'rib o'tgan ve her sözünü biz qanaq chiqqan, turlab chiqqan. Her sözünü turlab chiqqandik. Aniga o'tgandan keyin arab tilidagi fe'llarninki turlanadigan bablarini ma'lum darajada qisqa bir shaklda so'zlab o'tgan. Arab tilida jami fe'llarning turlanadigan boblari 35 bob. Bundan faqat nechta günimiz 22 günimiz. 22 bob mandaq 4 bobga bo'linadi. Sulasi mujarrad 6, sulasi mazid 12, rubai mujarrad 1, rubai mazid necha 3. Jami 22 bob deb tugatgan to'g'rimi? Endi bugun başlayacağın dersimizden ilgili fe'llarning ichidagi manda bir o'zgarishni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Fe'l biz yuqorida oldingi soatlik darsimizda deb o'tgandek 22 bobning turlanadi ya. Agar hammasiz daraba gibi bo'lib qolsa, bu qolay u. Tushunami ya? Agar hamma fe'llar darabaga o'xshash bo'lib qolsa, daraba, yadribu, daribun, nadrubun, lam yadrib deb qanday qolay. Ammo hamma fe'llar unda emas. Dünyada hemmedim saklamagandak, planının hemmesini emas, sakamas. Bazısının kulu tuka olmaydı, kuluçlar kuludu. Bazısının kutu tuka, bazısının küzü kargı, bazısının tili nimo, gaca, bazısının kulu gaz. Şuna okşaş, fiillarının harflerininki urullaştırılışda bazı özgürüşler oldu. Özgürüşler tüfeyleden fiil biz ügengen ölçem boyunca çıkmay kalıdı. Sizlar fe'l deganning o'lchami shu daraba yadribu fa'ala yaf'ilu deb bir o'lchamni bilganinglar var ya. Shunda qarab o'tasanglar, birisi kelib sizlarga farra yafirru deb bir gapni qiladi. Hech fa'alaga tushmadi bu, shundami ya? Farrada o'xshash ishkarib kelib tashdid o'qilgan ahvol bor. Yafirru shu. Yana birisi kelib wasaba yasibu. Sizlar fa'ala yaf'ilu deb o'rgangan. Yaf'ilu o'lchamiga yasibu qanday qiladi tushmadi. Sizlar fa'ala deb o'rgansanglar birisi kelib qama deydi. Qama degan qaysidan o'tishdi? Fa'alada babama bizningki yo'q, nim bo'lib qama bo'lib qolgan masalan. Nim bo'lib ba'a bo'lib qolgan. Sizlar fa'ala o'lcham deb o'tasanglar birisi kelib rama deydi. Va ma ramayta iz ramayta walakinalloha rama. Rama deb fe'l yo'qmi? O'lcham yo'q. Masalan fa'a deb o'lcham yo'q. Ölçem nima? Fa'ala. Nimishqa rama bo'lib qoladi. Nimishqa u ramaya chiqmaydi. Nimishqa qavala chiqmay qala chiqadi. Nimishqa baya chiqmay ba'a chiqadi masalan. Mushlarning hammasi fe'llarning tarkibidagi o'zgarish tufayli yuz beradi. Biz mushlarni o'rganish uchun avval fe'llarning tarkibidagi o'zgarishlarni bilmagimiz lozim. Biz buning hammasini eng asliga qulay bo'lsin uchun birinchi bobda tatbiqlaymiz. Birinci babda muş fe'llarning muş qismlarini tatbiqlaymiz. Undan keyingi bablar bizga nisbatan nima tushadi? Qolay tushadi. Ana o'zday fe'lning turlari desanglar bo'ladi, fe'lning qismlari desanglar bo'ladi. 7 turli fe'l bor. Fe'lning tarkibidagi o'zgarishlarga asosan qancha turli fe'l bor? 7 turli fe'l bor. Birisi sog'lom fe'l. Buni o'rganmak favqulodda oson. Ölçemli kendisi. Arapçadaki isim bununki nima? Sahih. Yoki salim. Sahih deydi, ba'zilarning deydi, salim deydi. Mesela muhim emas, atalgan muhim emas. Do'stga qarasanglar, masalan, buningga nim misol berilgan istilko'lar daraba, yadribuni misol berilgan.
Sizlardan so'rab baqay. Sahih fil degan qanday bilgan daraba yadir bu qarab baqinglar. Sizlar umumiy harflariga, umumiy qurilmish qaragan vaqtda, parraga qarasangiz sahih emas ekan. Vasabaga qarasangiz sahih emas ekan, shundami? Oxirgacha ham sahih emas ekan. Illaki daraba yadir bu sahih ekan. Keyindikilar bilan solishtirib, uzanla topsanglar bo'ladi bu qoidani. Ya'ni hech qanday tarkibida tashdid olmagan. Shundami? Mayli faala o'lchimidagi fa'ning, aynning, lamning udurusida kesal harf bo'lmagan fiilni nima deymiz? Sahih. Biz o'rgangan o'lchamlar dal sahih fil o'lchami. Ondan kimki boshqa kesal fillarga kelgan vaqtimizda haliqi o'lchamlarga tushmay qoladi, yo'llarini ashar izlaymiz. Nima uchun tushmaydigan ashar izlaymiz. Ammo sahih fillarda mutlaqo biz o'rgangan o'lcham qanday qiladi tushidi. Bir gapni anglab qoldinglar mendan hozir. Kesal harf deb shundami? Nima kesal harf degan? Ya'ni do'stida ranglik badimini huruful illa odatda mazlik umumlashtirib hozirchalikqa ibtidoiy shaklda tushunib o'taman, rasmiy ilmiy shaklda emas. Boshqa qarqu ba'zi narsalarni sizlarga davat beraman. Harfi illatni do'stida 5 ni yozdim. Shunami? Vav, ya, alif, hamza, tashdid. Bularning hammani harfi illat deyishim asli xato. Lekin sahih filning qarshisidagi sahih fillikqa ta'sir ko'rsatgan omillarlar. Aslinchi kesal harf 3. Vav, alif, ya. Bir filning tarkibida vav, alif, ya tepilmasa hech qanday yerida. Mayli fa'ning nimada qarshisida yoki aynning yoki lamning qarshisida vav, alif, ya tepilmasa va o filda hamza qaraaga o'xshash tepilmasa va yoki tad'if degan qo'sh o'qish degan gap tashdid ya'ni bu tepilmagan vaqtda filning bo'ladi, sog'lom sahih bo'ladi. Yana bir gapni davolay sizlarga. Ba'zi bir qism kitoblarda tashdid bab fillarni nimaning qatoriga tiqib o'tadi? Sahih. Fillarning qatoriga tashdid etma hamz va fillarni. Buni Salim Mahmuzul ayn, Mahmuzul lam, Mahmuzul fa degandek ataydi, muhim emas. Umumiy emas. Muhim nima desanglar, men sizlarga bir o'lcham o'rgatyapman. Bu o'lchamning sahih fillarda to'g'rizilganligini da'vatimi agar shunda sahihlikdan chiqib tashdid bo'lib qolsa o filda yoki kasallar bo'lib qolsa biz o'rgangan o'lchamga qanday qilmay qoladi, o'xshamay qoladi. Aşı o'rgangan o'lchamdan hozir o'xshamay qolgan tarafga keladigan bir yo'l bo'ladi. Shu yo'llarni qanday qilmoqchi biz o'rganmoqchi. Unda olsa bugun nazriviy shaklda kallanglarda filning turlarini qanday qilib o'ylanglar, to'g'ri o'ylanglar. Unda olsa deylik, fil qancha turli bo'ladi? 7 turli. Birinchisi qaysi? Sahih fil. Sahih fil degan nima? Amdisildan so'ray. Filning tarkibida tashdid bo'lmagan yoki kesal harf bo'lmagan. Mayli fa, mayli ayn, mayli lamning udurisidan bo'lmagan, kesal harf bo'lmagan filni biz nima deymiz? Sog'lom fil deymiz, sahih fil deymiz. Ikkinchisi, biz bayatdan sahih filga qanday o'lcham qo'ydik? 2 o'lcham qo'ydik. Yoki 3 o'lcham. Nima dedik? Tashdid bo'lmasa, kesal harf bo'lmaslik ya. Tashdid qolsa-chu. Uning ismi nima? Mudaaf. Do'stlarga qarasanglar, farra nima? Yafirru buning misol sifatida berilgan. Aslidagi yeshil o'rin shuning izohati ayn lam bir turdagi harf deydi. Min jinsin nima? Vahid. Bir turdagi harf. Fa ra fa a la. Ayn lamning o'dirisidagi ra ishkisi o'xshash bir harf. Kesal harf bo'lib qolsa-chu. Kesal harf nima bo'ladi? Kesal harf ya başta oturdu ayg'ida bo'ladi. Shunami ya? Başta kaslarni oturida fa'ni o'dirishda bo'lgan bo'ladi. Oturdi kelsa aynni o'dirishda bo'lgan bo'ladi. Oxirida kelsa lamni o'dirishda bo'lgan bo'ladi. Fa'ni o'dirishda bo'lib qolsa va fa baga o'xshash buning ismi nima? Misol. Va saba yasibuda va sabadagi o'rnak etdi. Mushuning misolligining ta'siri. Mana shuningmi? Buning qanday vaqtda chiqadiganligini so'zlaymiz uni inshaalloh. Anlakin aşı yeşil orunga qarasanglar bunun izohati var. Yani fa'ning udurusda fi muqabalati al-fa şunama harfun min hurufil illa. İllat harflaridan bir harf qanday qilsa bo'lsa, bu misol bo'ladi. Agar ash kesal harf o'tirdi qolsa, yani aynning udurusda qolsa, fi muqabalati al-ayn harfun min hurufil illa. Bunda ismini biz nima deymiz? Yoki bunda pilni ajvab deymiz. Ba'a
yabi'u, hala yaqulu, nama yanamu, khafa yakhafu bu o'xshash fillar. Tushunamizmi yo'qmi? Agar eng oxirida bo'lib qolsa kesal harf rama yarimiga o'xshash. La, ma, ya aslan shunaqa. Bunda filni biz nima deymiz? Naqs deymiz. Agar beshida va oxirida bo'lib qolsa, ya'ni fa va lamning qarshisida bo'lib qolsa, buni biz nima deymiz? Lafif, mafruq deymiz. Agar ayn va lam o'tirda va oxirida bo'lib qolsa, buning ismi nima? Lafif, maqrun. Bugun o'rganadigan narsalar oddiy bir shaklda 7 dona turli filning borligini o'rganasizlar va har turining ismini o'rganasizlar va har ismning ta'rifotini oddiy shaklda o'rganasizlar. Tushunamizmi? Am bulardagi o'zgarishlarni men keyingi soatlik darsda qanday qilaman so'zlayman. Am bizning kitobga kirishdan ilgari sarf haqida biladigan tushunchamiz bu qadar bo'ldi savatdoshlar. Mushaqich bahs qilamiz. Endi kitobning o'ziga bir qaraylik. Kitobning men boshqa ta'rifot, tunishtirish, avtori va boshqa taraflarini sizlarga hozircha qanaq o'tamayman, tunishtirib o'tamayman. Keyin uni tushungidek bir holatga kelgan vaqtda uni qanaq qilamiz, tunishtirib olamiz inshaalloh. Kitobda bugun bismillah deb kitobdagi dastlabki muqaddima tamhidni, ya'ni sarf degan nima? Men oldingi soatlik darsda dehqoncha tushuntirdim sizlarga sarfni. Tushunammi? Ammo kitobda hozir ilmiy bir shaklda sarf degan nima? Oddiy shaklda uni kim tuzgan, buning ahvoli naqacha, buni qanday qilib o'tamiz, ko'rib o'tamiz. Hammamizda kitob bor deyman. Hozirdanlar. Agar kitob bo'lmay qolib qolsa, do'stga qarasanglar bo'ladi. Avval kitob qaraman. Men buguncha o'zim o'qib, o'zim sizlarga chiroyli tarjima birma bilinmagan yerini sizib olasizlar, ma'lumot nuqtasini saqlab olasizlar. Men kelasi soatda ham tarjima qildirman, ham ma'lumotni, mazmunni qanday qilaman so'rayman. Tamhid, ya'ni muqaddima degan gap. Tamhid. Adatda ko'pincha kitoblarning beshida, kitoblarning asosiy mazmuniga kirishning oldida shu kitobga munosabatlik ya shu moddaga ya shu fanga munosabatlik mazmunlarni oldin tunishtiradigan mazmunni ya muqaddima deb ataydi yoki tamhid deydi. Bizning Uyg'urchadagi kirish so'z deb mi ataydi yoki muqaddima deb mi qana qiladi, yozadi. Ta'rif as-sarf fil lugha. Ya'ni sarfni til nuqtasidan tunishtirish. Fil lugha degani sarf degan so'zning fil lugha bilan fil istiloh ikki gap bor. Asli qarasanglar fil istilohda bor. Hozircha fil lughada bor. Ya'ni sarf degan so'z nereden chiqqan? Asli yo'q, qaranglar sarf degan gap. Grammatik asli bormi yo'qmi? Yo'q. Nerede bor? İnsanlar so'zlashish jarayonida tilni o'rganish ehtiyoj bo'lgan vaqtda bir gapni deb qo'y, til o'rganilmasa, grammatik taraqqiy qilmaydi, grammatik tuzilmaydi. Grammatik faqat tilni o'rganish ehtiyoji tufaylidan o'rtaga chiqadi. Shu dunyoda o'rganilmagan til grammatik bo'lmaydi. Qancha ko'p o'rganilgan bo'lsa, tilning grammatikasi o qadar taraqqiy qiladi. Undan keyin grammatikaning bunda turaqlashib bo'lgandan keyin biz amal qilamiz o qoidasiga, ammo dastlabdan o'qimoqchi bo'lmaydi. Agar bugun o'rtada sarf degan narsa yo'q, nahvi degan narsa yo'q, balog'a degan narsa bo'lmay qolib qolsa, ammo manbi til biladigan odamda, bir tildan shug'ullangan odamda qarab faqat to'xtab turadi. Bu tilning ma yerlarida so'z yasalish usullariga bir bunda bir o'lcham bor ekan, juma buningki. To'xtatib o'lcham tuzay deb legenda 10 qitim o'xshash kelgan shaklni bir qoida qilib tursa xatolashmaydi shu inson. Ashta qilib tuzib buningga o'zim xohlagancha atalg'u qo'yman. Bu men xohlagancha qo'ygan atalg'u vaqtning o'tishiga ergashib, boshqalarning tanqidiga uchraydi yoki qubuliga uchraydi. Asta ya o'zgardi ya o'zgarmay boshqalar tarafidan qanday qilindi qubul qilindi. Mush shaklda grammatik ulab shakllanadi. Majnunam yo'qmi? Shu buning tigi asli yo'q narsa. Ama asta qiliplashib andakin o'nlashadi. Va agar yana bugun bir narsa tadqiqi bir til tadqiq qilamiz, grammatikalni boshqalar o'tirib qo'ygandan boshqa bir shaklda o'tirib qo'yib, ayg'in chiqara olsak, uni bir grammatik bo'lib qanaqa qilaveradi, maydonga kelaveradi. Ammo biz bir o'rganuvchi har holda bo'ysunimiz ham bunga. Demakchi o'g'lim shu. Bu fan asli yo'qmi-da? Paydo bo'lgan ekan buni bir ism qo'yildi degan vaqtda an o'ylashliq sarf degan.
Sarf degan ismni shu vaqtda o'ylashimiz. Ya'ni bu pen tug'ilgan vaqtlar peshonasiga sarf deb yezib ham tug'ilmoqlar. Bu nima deb ataymiz? Nima? Atalg'u qo'yishda har qanday bir so'zningki roli, shu narsaning roli, so'zning asli ma'nosining bog'lanishchanligini o'ylab turib qo'ydi. Balkim xatoda to'g'ridir. Masalan, sizlar Uyg'ur tilidan bir misol olsam, pichoq. Pichoq degani nima? Kesadigan narsa-ku, ha? Nima deb pichoq deb ism qo'ygan bo'lg'aydi ash narsaga? Balkim mening o'ylashim shaxsan. Bu davlat bir narsalarni o'tirdan ishkiga kesidi, pichidi, bir narsalarni chaqidi-ku, ha? Shuni pichib chaq bo'lishi mumkin. Pichib chaq bo'lishi mumkin. Ikkisini akilib asta-asta nima bo'ladi? Pichoq. Musha shakllanadi. Bu yerda ham demak cho'g'ini sarf nima bo'lib, sarf deb atalib qolgan. So'zning asli ma'nosi nima? Fil lug'a degan gap shu asli ma'nosi degan gap so'zning. Tushunamyapmi? As-sarf va yuqalu lahu at-tasrif aydan. Va buningga lahudagi huzumni tarjima qilyapman. Uningga tasrif deb mu deyiladi. Aydan deganni mu deb tarjima qilyapman. Yuqal deydi. Ya'ni bu fanning qanchasi bor ekan? Ikki. Hozircha. Birisi as-sarf, yana birisi tasrif. Kitoblarda sarf deb gap qolsin, musarrif, tasrif deb gap qolsin-chu, sarf. Fil lug'a asl lug'at ma'noda o'zgartirish degandir. Masalan, sizlar Dövizxon varislar ya, Dövizxondan siz tushunasizlar. Dollar almashtirish qilishindami? Arabchada ashta pul almashtirish nima deydi? Sarf deydi. Sarf. Pul almashtirish. Pul almashtiradigan dövizxona nima deydi? Sarrafa deydi. Sarrafa. Pul almashtiradigan. Ya'ni sarf deganning asl lug'at ma'nosi bir narsani qanday qilish, almashtirish degan ma'noda. Ya'ni shu ma'nodan minhu degan gap. Shu ma'nodan tasrifur riyah degan atalg'i chiqqan. Shamollarni qanday qilish, o'zgartirish. Qarasang shamol ba'zida janubdan nega? Shimol. Ba'zi sharqdan g'arbga, ba'zi g'arbdan sharqqa chiqadi-ku. Shamolning musha holatini nima deymiz? Tasrif riyah. Ya'ni taghayyuruha, shu shamolning min jihatin ila ukhra, bir tarafdan yana bir tarafga o'zgarishi va tahviluha, shamolni bir holatdan bir holatga qanday qilish, o'zgartirish, janub va nima shaklda shimol shaklida. Qur'onda mushatalg'u qo'lliq shamolga va tasrifur riyah va sahabil musakhkhar bayna as-sama'i wal ard la ayatin liqawmi ya'qilun. Ya'ni shamollarni u yoqdan bu yoqqa o'zgartirish hammasi Allohning qudratini ko'rsatadigan nima? Alomatlarning birisi, qudratlarning birisi degan ma'noda keladi. Demak, sizlardan birisi so'rab qolsa, o'qiyotganingiz qaysi fan ekan, sarf ekan? Sarf deganning lug'at ma'nosi nima deb so'rab qolsin deysizlar, o'zgartirish. Mush lug'at ma'no sarfdan men sizlarga oldingi soatda tushuntirilishi udud bilan ekanman bu. Tamoman keladi. Ya'ni bir so'zni necha 10 so'zga qana qilish almashtirish. Darbul degan bir mastarni topib olsa, buni nimaga o'zgartiramiz? Maziga o'zgartiramiz, mudoriq o'zgartiramiz, ism fa'il, ism maf'ul, fi'l jat, fi'l amr nahy, hammaga o'zgartiramiz. Ya shundami? To'g'ri keladi. Qarab boqaylik, qarab boqaylik. Ta'rif as-sarf fil istilah. Endi sarfninki istilahdiki, istilah degan gap. Qo'llanishdiki, mushu kasbdiki, atalg'udiki ma'nosi. Chunki bu kasblashdi, turaqlashdi, bir normal bir fanga aylandi, bir moddaga aylandi. Buning bir turaqlashgan, qiliplashgan bir atalg'usi bo'ldi. Shunda sarf degan nima degan gap desa, sarfchilarningki, sarfiyin degan gap sarfchilarning, ya'ni morfologiychilarningki istilohida, nima istiloh degan qo'llanishida sarfning litasrif, sarfning ta'rifan qancha xil tunishtirilishi va ikki xil tunishtirilishi. Birisi amaliy tunishtirilish, yana birisi ilmiy, akademik, ilmiy degan gap. Yana birisi nazriya, birisi nima? Amaliyat. Kelamlik amaliyatdan fabil ma'nal amaliy ma'nidan aytgan vaqtimizda, yoki amaliy ma'ni bilan degan vaqtimizda huwa sarf deganimiz, huwa sarfni ko'rsatadi.
Sarf deganimiz bir aslini tushunasizlar, bir aslini o'xshamagan misollarga qana qilish o'zgartirish. Men uni oldingi soat sizga tushuntirdim. Bir darbun bir aslini fe'l moziga, mudori'ga, ism fa'ilga, ism maf'ulga qana qilish o'zgartirish. Nimishga o'zgartimiz? Depaqni nimishga o'zgartdik tunuga? Darbun degan urmoq, urush degan gap shunami? Buni sen urmoq, men urmoq degan olmaydi. Shunami? Tunugun urmoq, bugun urmoq, ayt urmoq degan olmaydi. Men xanzurda ishlab bo'ldim. Xanzurda ash so'zning o'zi anda turlanmaydi. Oldi-keyingi qo'shimchani qo'shsa, qanday bo'ladi? İfadelayotgan zaman. Ama arab tilida emas. Qanaqa qilamiz? So'zning o'zi zamonga o'zgaradi. Agar o'tgan zamonni ifodalamoqchi bo'lsak, erlikni, birlik, uchinchi shaxs ifodalamoqchi bo'lsak, nima darabı? Birinchi shaxs birlikni ifodalamoqchi bo'lsak, darabdi. Ikkinchi shaxs ayollik birlikni ifodalamoqchi bo'lsak, darabdi. Shunga o'xshash. Ya'ni liman maqsuda. Sen maqsad qilayotgan bir ma'no uchun deydi. Maqsud degan nima gap? Maqsad qilingan. Men tunugun do'stida ism fa'il ism maf'ullarning ma'nosini depadim-ku. Madrubuni nima depadim? Urilgan. Hamda maqsudini nima deymiz? Maqsad qilingan. Ha, maqsad qilingan bir ma'ni uchun. La tahsul makaniga jumla ma'aning sifatiga chiqa. Bu ma'no, ashina qaysi ma'no? Bu ma'no faqat şu misal bilan hosil bo'ldi. Undan boshqa isbotli bo'lmaydi. Masalan, ism fa'il o'xshash, ism maf'ul o'xshash, ism tafdil o'xshash, ism zot, ism makan, ikkilik, ko'plik va undan boshqa. Ma'o amaliy ma'nosi. Men sizlarga oldingi soatda amaliy tushunib qo'ydim. Ay, dehqonchilik nima shu amaliy tushundirish. Kitob tushuntirish emas. Qanday tushuntirish? Amaliy. Va bil ma'nal ilmi, ilmiy ma'noda aytgan vaqtimizda sarf deganimiz huwa nimani ko'rsatdi? Sarfni ko'rsatdi. Sarf deganimiz so'zning qurilmalarining abniyat, shunami? Ahvollarining qoidalarini qanday qilish bilish. So'zning qurilmalarining ahvollarini, nimizni qoidalarini bilish. Ha, bir gap so'ray. Sarf jumlani tadqiq qilamiz, ikki so'zni. Ikki so'zni. Ya'ni birikkan holda bilan nimasi yo'q, chatoqlar. Shunda aytdi, "Allati" bu so'z na mu'rab emas, na emas, mabni. Dediki, mu'rab emas, mabni emas degan gap birikkan jumla emas, demak ishqilishni qo'shadi. Tushunamizmi? Buni mu'rab nima, mabni nima inshaalloh so'zlaymiz dafa. Bir jumla qurilgan vaqtda ya mu'rab shaklda quriladi yoki mabni shaklda quriladi. Bunda emas. Ya'ni ikki so'zning ahvolini qanaqa qilib bahs qiladi. Masalani tushunmagan o'xshaydi deb yana davom etib tur qaranglar. Ay, ya'ni u sarf deganimiz so'zning qurilmalarining tadqiqotini o'z ichiga oladigan bir fan. Har bir so'z ma'nosini yozilgan. Al-kalima degan nima? So'zning abniyat qurilmalarining tadqiqotini qana qiladigan, o'z ichiga oladigan fan. So'zning qurilmalarining tadqiqotini o'z ichiga oladigan nima fan? Va shu so'zning li hurufi hadika ha so'zga qaytadi. So'zni ko'rsatadi. Shu so'zning harflariga lam bestiki lam g'ani ifodalaydi. G'a bo'ladigan yakun bo'ladigan aslilik. Buning harfi aslimi yoki nima? Asli emasmi? Ziyodalik, saqliq, kasallik, o'zaro bir-biridan qana qilish, kirish, ketish. Va uning oxirigacha shuningga kep qiladigan, ya'ri degan gap qana qiladigan, kep qiladigan ishlarni yatanaval o'z ichiga oladi, lekin i'rob emas, mabni emas degan gap jumla emas. Abtur buni takror davatidi. Sarfning tadqiqot temiz nima emas, jumla emas. Nima? So'z. Men tunugunning sizlarga balki mush narsalarni hammani deb bo'ldim. Filmning sahihligini tushunami?
Mudaaflıqı, misallıqı, ecvablıqı, naqıslıqı. Şunağı. Ondan farraga o'xshash birisi-birisiga qanday qiladigan, kirishib ketadigan. Mushlarning hammasi nada uguniladi sarfda. Sarf mashtaba nima? Men shuni deb o'ylayman. Ondan keyin bayatdinki dars tushuntirilish oraliqida manda bir so'zlar tushirdi sizlarga. Abniya so'z qurilishi dedik-ku, degan gap bu. Menimcha buni oldin sal tushuntirib bo'ldim sizlarga. Her bir sözün özgü has bir nimesi var, ölçümü var. Ölçümü var. Bu ölçemni biz kaysını ölçem kıldık? Fe'aynlan. Şunu olan her sözünü ölçeyimiz. Ya fe'alege ölçeyimiz, ya fe'ilege ölçeyimiz, ya yef'ulu, yef'ilu, yef'alu, fa'ilu, mef'ulu ölçeyimiz var. Ebniye degen bu şu. Ebniye degenimiz nima o dese? Cem-o bina Kur'an kitapka. Bina degen sözünün köplükü bulup u bo'lsimi va hiya u bo'lsimi biz mulohiza qilayotgan malhuz degan gap mulohiza qilingan so'zning ko'rinishi. Mulohiza qilingan so'z nimasi? Ko'rinish. Qanday ko'rinishi? Harakat, sakin, harfning soni, harfning nimasi tartib. Buni tushungan deb qo'ygan gaplar. Men sizdan so'radim oldin soat darsda. Darabaning oxirisini nima qiladi? Zavar qiladi. Yadribuning oxirisini nima qiladi? Pashib qiladi. Lam yadribuning oxirisini nima qiladi? Sakin qiladi. Shunami? Daraba qancha harf? 3 harf. Yadribu qancha harf? 4 harf. Istaf'ala qancha harf? 6 harf. Demak, biz mush qurilish orqali harflar so'zlarning ichidagi xos harakat nada, qayerda sakin va qayerda zavar, qayerda zir shunami? Qayerda 4 harf, qayerda 5 harf. Oddiysi sarf pil babidagi 22 babning umuman qara sizlarga harflarni bir ancha muncha deb berdim, shunami? Sulasi deb fa ayn lam kelgan bo'ladi, shunami? Agar mushlam kelsa mujarrad. Bundan ortiq qarab kelib qolsa mazid sulasi. Agar fa ayn lamdan birasi ziyodlab qolsa, lamdan birisi ortiq bo'lib qolsa rubai. Ve bu töttün ortiq qarab kelib qolsa nima? Mazid. Buni hamma sizlarga dedim. Sanatning ugunadigan narsa mush. Andan keyin kalima degan nima? Men dars jarayonida tunugun olsun. Ba'zida so'z dedim, ba'zida kalima dedim arabcha qilishni, ammo ba'zida pilday, ba'zida og'zimdan nima chiqadi, ism chiqadi. Nima o kalima degan desa, val kalima lafdun. Kalima deganimiz nima? Bir so'z. Lafdun degan nima? So'z. Yakki so'z bo'lib, mufrad degan nima? Yakka. Tayinliguchi, vodi degan tuzguchi yoki tayinliguchi shu so'zni tayinlagan. Til qanday bo'ldi saboqdoshlar? İnsanlık yaşaş jarayonida asta-asta binida, ishkinida paydo bo'ladi, shundaymi? Asli Adem alayhisolamning bolalarining tili qancha xil? Tili qancha xil? Cho'qim bir xil. Shundaymi? Kengayish jarayonida, o'rtaga chegara tushish jarayonida, musof yiroqlash jarayonida mening gapim sana o'xshamay qoladi. Andan keyin asta-asta texnik yiroqlashadi. Her til öz aldığı birinin buludu til bulur. Uygur tilden Türk tili asli teginimi o yıldızı bir til. Musafir'in yaklaşık sebebiden hazır fakat hayatında kurşap bakmagan Türklerin Uygur kelse kanaklanmaydıgan paramış. Bu musafir yakınlaşkanca biz yakınlatmadı. Mesela Özbekler dese mesela şunu ama asasen kanaklı bu. Musun okşaş neyse. Araplerdeki Suriyeliler, Mısırlıkların mesela Şiviski okşaş mesela. Yani söz insan tarafından tüzülüdü. Şu ayattaki vadi tüzgüç degeni insan icat kılıdı sözde. Maqulumdaki manası çıkışın ilgili mananın ismi yoktu o ayatta. Çıqqandan keyin men bununla bir tane isim koyayım şuna ama. Muşunun neyin yapmış o? Vada'ahu al-wad degan gap şu. Şu sözü tüzgüçü qanaqa qildi tüzdi. Bir ish harakat dunyoda yo'q olsa, onun so'z olmaydi, onun ismi olmaydi, shundaymi? Hayatda bir odamni urib boqmasa, urdi degan so'z bilan bo'lmaydi. Bo'lmaydi qo'y. Hayatda bir narsa tushib boqmasa, ush degan so'z bilan bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bir shayga paydo bo'lgandan keyin ham buningga ism qo'yadi. Burun to'y yo'qdi, internet yo'q shundaymi?
to'rg'i chiqish deganga barmi yo'qmi? Keyin ismni qo'ydik shundaymi? Mana bu shu vada'ahu al-wadi'. Har qanday bir fe'l yoki har qanday ismni insonlar tuzdi. Tuzgan vaqtda nimaga tuzdi bilamizlar? Liyadulla ala ma'nan. Ma'no bir ma'noni ifodalasin uchun tuzdi. Telefon deb qo'yguncha hammaning ko'zi mushuni o'chirdi, shundaymi? Ya'ni telefon degan so'z mushu ma'noni qanaqa qildi ifodaladi. Liyadulla ala ma'nan. Bir ma'noga qanaqa qilsin, dalolat qilsin uchun. Bihays şu şekildeki, şu haletteki meta zukira zalikel lafz. Şu söz kaçan tılgılınsa, hele ki sözünü kim kaçan tılgasa, fuhime minhu zalikel ma'nal mevdu'le. Şu sözden, şu sözge teyillengen mana fuhime qanday qılındı düşünürüz. Men telefon deb boğıca ko'z oldimga nima gap bo'ladi, to'g'ri gap bo'ladi. Shunami? Komanda deb qo'yguncha ko'z oldimga qaysi keladi, bu keladi. Shunami? Do'stga deb qo'yguncha ko'z oldimga nima keladi? Ba'zan keyinga qarab bo'ldi, uni keyingi do'stga. Shunami? Demak, vado' degan shu. So'zni bir ma'noga tayinlash, ma'noga belgilash degan shu. Men tushungan bo'lsam, o'tib ketdilar. Endi balkim sizlar o'zingiz javob beradigan yoki keldingiz deb o'ylayman men. Qanday javob berasizmi? Qaramanglar men kitobimga. Sarf nima ish qilgan ekan? Sarf qanday ekan? Nimani tadqiq zag'ir sho'sin bo'ldi. Dehqon shakl salom bo'ldi, o'lchamda deyapman. So'z tadqiq qilishmi? Ana onda sarfning tadqiqot objekti nima ekan? So'z. Aşpaz her daim ne bilen buldu? Ya say ya Şunami? Şunami? Her kesip ilgisi özünün kesip şoğunu tutkan bir dairesi var o ha? Doktor kim davalaydı? Edemli. Okşaş. Sarf nimeden etişir o? Şunda adı mevdu ilmi sarf. Sarf penininki tadqiqat dairesi. Timisi. Mevdu diyen tima diyen gap cuma. Tadqiqat dairesi timisi. Nima oldu sanla? Mevdu'uhu. Sarf penininki timisi el-mufradat el-arabiyye. Arapça sözler. Esanlı olsun. Mufradat. Yekki söz. Nima söz? Şunda birikip kalsa sarfdan iş emas. Abdullah olab kalsa o kimnin işi? Nahvinin işi. Muzaf muzafillayda onu kim tadqiq qiladi? Nahvi. At-talibul mujtahid olib qolgandan keyin ham o kimning ishi bo'ladi? Nahvi. Sarfning ishi nada? Qaysiningda? At-talibul mujtahidda? At-talib nima emasatda? Alif lam kirib qolgan oltimi nahvi maktabi nahvida. Faqat talibda. Sarfning vazifasi talib degan nima desa, asli bu nimadan chiqqan? Talabun degan masdardan chiqqan. Ism fa'il. Buning ma'nosi bir narsani izlagan, istagan, talab qilgan, o'rgangan odamni ko'rsatadi. Deb bilsa, sarfning vazifasi qanday qiladi? Tugaydi. Qaysi nuqtadan min haysul bahsi an kayfiyat siyaqatiha ifadatul ma'na. Ya'ni ashu so'zning shunami? Turlanishining siyaqat degan gap turlanish degan gap. Turlanishining qandaqligi haqida ma'no ifodalash uchun, li ifadatul ma'na. Ma'no ifodalash uchun shu so'zning turlanishining qandaqligi haqida tadqiq qilish tarafdan. Min haysul bahs degan gap izlash tarafdan yoki shu so'zga laha, Qur'onning oxiridagi laha qaranglar. Shu so'zga kep qolgan, arida kep qolgan saqliq min siha. Shunami? İ'lal yoki kasal harflik shunami? Yoki aslilik, yoki ziyodlik va shuningga o'xshagan ahvollar haqida bahs qilish tarafdan arabcha yakka so'z sarfning nimasi? Tadqiqot, jimisi tadqiqot o'lib turadi savoqtashlar. Xo'sh. Arabcha so'zni sarf tadqiq qiladi desa, kitoblarga qarasanglar, arabchada so'zni qanchaga bo'ladi? 3 ga. Ism, fe'l, harf. Sarf mushlarning hammasini tadqiq qilamda. Qaysini tadqiq qildi?
ma'lumotlar deb bo'lgan buni. Asla harfni qana qilmaydi deb. Harf o'zgarmas bir narsa. Harf qanday tug'ilgan bo'lsa, shunday o'ladi. Ya'ni shunday qo'limda oxirigacha. Tushunamizmi? Andan ism nechaga bo'lindi ikkiga? Birisi hozir sizlarga tushungan tillarda o'zgaradigan ism. Yana birisi o'zgarmaydigan ism. Yani bir münasebet vaqtda ismi mutamakkin, ismi jamid. İsmi jamid yani sarfning nimasi yo'q, aloqasi yo'q. İsmi jamid mangu. İsmi jamid o. Mushk deganidaydi o. Yerra. İttiganidaydi kalb. Shunami? Bu so'zlarni sarf o'zgartib bu yerdan bu yerga ekanlaydi. Yasalishida yera kelmasa yo'lvoz degan asad deydi-ku. Asad, yasalış asad. Uni asada yasirodun chiqarmaydi hech kim. Rajul yasalishdilam rajul, uni hech kim o'zgartmaydi. Jamid ismlarni chiqarishlarmi? Nima qilib qoldi hisobda? Birisi fi'l qilib qoldi. Nima? Yana birisi ism mutamakkin. Bayatdan oldingi batda sarfning tadqiqotini nima haqida bo'ladi degan to'q. Arabcha so'zlar degan tushunami? Endi texnik qilaqdangmi? Arabcha so'zlarning ichidagi qaysi ekan? Hammasimikan yoki qaysi ekan? Fi'l va ism mutamakkin. Shunga do'stlarga yoki kitoblarga qarasanglar, arabcha so'z degandan maqsad kitob qarasanglar bo'ladi. Al-murad bil mufradat al-arabiyya. Arab so'z degandan maqsad masar babida ikki narsa. Birisi nima? Ism mutamakkin. Endi birisi nima? Film munsarif. Film munsarif deganda yana turligan film degan. Turlanmaydigan film bormi? Masalan. Turlanmaydigan film bormi? Masalan. Asa. Asa. Asa film emasmi? Asa film-o? Film. Ama asan asyon ma'syon demsizlar yo'q. Bir asosi bor. Ikkinchi bir narsa qo'llaniladi ama buni ular aytishmaydi sarf yani. Shunga filning keyinigi hatto munsarif qana qilinadigan, turlanadigan film. Shuningmi yo'qmi? Demak, sarfning aloqasi qancha narsalar ekan? Duna ma'adahuma. Kitob qaranglar. Duna ma'adahuma. U ikkisidan boshqa hech nima yo'q. Demek fel harf sarfning tadqiqotimiz nimani chiqaryapti? Harfni. Fel harf chunki ma fa harfning boshidagi fa chunki harf bi jami anwa'ihi butun turlaridan shunami? Va ism mabni ibodat ism mutamakkin deganida ism mabni chiqadi-ku. Va jamid billah. Jamid deganga qanday billah? Turlanmaydigan billah. La yajril bahsu anha fi ilm sarf. Yani sarf fanida bular haqida bahsi ibrilmaydi. Qana qilmaydi? Yo'q, aloqasi yo'q. Fathi yo'q. Tushunammi yo'qmi? Yani fala yabhas ilmu sarf mabni ismlar haqida bahs qilmaydi, damirlarga o'xshash. Mana shunga yoki ajam ismlar haqida bahs qilmaydi, Yusufga o'xshash. Ajam ismlar degani ko'pincha vaqtda arab tiliga sirtdan kelib qolgan ismlar turlanmaydi. Aslidan arab tilida bo'lgan ismlar turlanadi. Ko'pincha vaqtda. Va yoki jamid pilla haqida bahs qilmaydi. Asa laysiga o'xshash. Va yoki harflarning turli turdiri bilan bular haqida bahs qilmaydi. Yani Rasul açıqda deyapti. Yangi narsa chiqadi-ku, harfning gapi chiqib qoldi. Harf degan nima? Harf desa arab tilidagi 28 harfni harf demoqmi? Meyadagi harf so'z turining ichidagi so'z necha turli? 3 turli. Bir turi. Mana shuni oladimi? Unda qarang. Fal huruf harf deganimiz la yajuzu fiha tasrif. Harfda o'zgartirish to'g'ri emas. Chunki u aslan ma'lum. Fi an shunama ala desa aslan chiqib ma'lum. Ve la yu'raf laha ishtiqaq. Onun hech qanday bir yasilishi, chiqirilishi tunilmaydi, bilinmaydi.
O doğruluğu. Anlakin mebni isimlarga kelsak, masalan damirlar, almaşlar. Ana, anta, huwa, şunama degandek ve isim mavsullar allazi, allati, men, maga o'xshash. İsmi istifham men, maga o'xshash, mataga o'xshash. Shartlar in, izaga o'xshash. Bularmi o'zgartish la yajuz. Nima emas? To'g'ri emas. Chunki bular li'anna hadika bular qoida. Chunki bular nimaning hukmida? Harflarning hukmida. Harflar hammasi bir xil qatqan bo'lib, la tatasarraf qana qilinmaydi, o'zgarmaydi. Am jamid fillarning gibi chiqib qolib aytdim debdim, ammo shunday o'zim olib turib bir necha misol berdi. Oddiy. Masalan, bi'sa fil, lekin jamid fil, ni'ma fil, asa fil, laysa fil, habaza fil, nama la yajuzu fiha. Bulada at-tasrif o'zgartish la yajuz to'g'ri emas. Nishqa bulamo li mushabahati hadiki ha bularga qaytidir. Bulamo nimaga o'xshaganlik uchun harfga o'xshaganlik uchun. Tamam, tugudi savoqdoshlar. Qiyin yerlardan qanaq ketdik, o'tib ketdik. Qaranglar, bu sarf penni tuzgan adam. Ma sarf penni tunju tuzgan adam Muaz ibn Muslim al-Harra, Kufa ulamolaridan birisi. Bag'dodda Hijriya 87-yili vafot topgan. Yani diqqat qilsanglar, İslamiyetning dastlabki davrida, ya'ni sahobalarning davrida qanaqlanib bo'lgan, maydonga kelib bo'lgan, bu pen boshlanib bo'lgan degan gapda. Men bayat mirag'iz gapni qilib isinglar bo'lsa, til uygunilgan vaqtda undaga tadqiq qilinadi, shundaymi? Undan ilgari arablarning grammatikasi yo'q. Nima uchun vaqti paydo bo'ldi? Payg'ambar alayhisalom avatildi. Qur'on tushdi, shundaymi? Musulmonlar ko'paydi. Bulubmi musulmonlarga ama Arab emas millatga kirish boshlagandan keyin bir odam musulmon bo'lib tunji qilg'isi keladigan yoki qiladigan ish nima? Qur'on o'qish, ibodat shunami? Qur'on arabcha. Namozning duolari nima? Arabcha. Mushun vaqtdan arab tili o'rganish ehtiyoji tug'iladi. Buni o'rgatgan vaqtda rasmiy o'rgatishlar, masalan, sizlar hozir Uyg'ur, hammadan Uyg'ur, chet ellikdan birisi kelib qishimizga, "Men Uyg'ur tilida o'tib qo'ydim" desa, bizga nisbatan haqiqatan ta'sirchi bo'lishmi? Agar haqiqatan o'tib qolsa biz izlaymiz. To'xtab buning avval nima dey, magap nima dey, masalan, shunami? Na qarab taqib Uyg'ur tilida suhbatdoshning kendiga chi til degan, tumuchi, shunami? Qo'ymichi deb tursin, navoy kelib qoladi. Buni nonchilik bo'lmaydi. Oshpaz kelib qoladi, oshchilik bo'lmaydi, shunami? Uning qoidasi qanday deb to'g'riliq izlaymiz. Ashtaolab tilning qoidasi qanday qilib tuziladi. Shunga sahobalarning davrida bo'libmi Hijriyaninki 1-asrning oxirgi vaqtlarida dal arab emas xalq islomga kirgili boshlagan vaqtlarda an taraqqiy qilish boshlagan. Bu taraqqiy qilgan vaqtida yoki paydo bo'lgan vaqtda bular paydo bo'lmaganlik, nahviy milli paydo bo'lganlik, balog'at tang hammasi tang taraqqiy qilib, tang boshlanib, dastlabda billi boshlanadi. Asta mustaqillashib, ayrim fanlar binasi bo'lganlar. Ba'zi tarafdan dilinde İmam Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu deganlarmi bab bunda ko'z qarashlari bor. Har holda buyurganligi ma'lum. Ali radıyallahu anhu'ningki bunda bir grammatik qoida tuzinglar, ma kishilar o'qiydigan Qur'on, yozilgan kitob, o'ynayotgan narsani bilib o'rgansin degandek mazmunda buyurganligi ma'lum. Endi mayli bizning shu o'rganayotgan arab tiliga munosabatlik sarf, nahviy, balog'at olsun. Ben sizlerge hazır dedim ya, hemmesi İslamiyet'ten keyin başlangan, ama ve İslam bilimlerinin öğreniş ihtiyacından başlangan bu açıkta, hemmesi nimeni menba kılıdı? Nimeni menba kılıdı? Kur'an, hadisini menba kılıdı. Hatta sarfning menbasi nima o? Kur'an, hadis. Şuna işte adı da istimdaduhu. Bunun elinişi, nereden elingan bu kaide dese, Allah'ın kelamıdır, ama Allah'ın Resulü'nün kelamıdır ve Arapların, pesih Araplarınki sözlerinden elingan. Bunun öğrenişinin nemesi hükmü vacib kifaye edipti. Yani bir adam bir tilini mükemmel öğreney dese, çokum tilinin grammatiklerini qana qilishlik, o'rganishlik ehtiyojiga qaraydi savoqdoshlar. Agar sizlar Arabchada bir tarjimonlik qilmoqchi, shundaymi? Bir so'zlashni o'rganmoqchi bo'lsanglar, bu qadar ketmaydi. Odamning maqsadiga qarab bo'ladi. Arabchani Uyg'urcha tarjimonlik qilaman-da, kitob yozib, kitob tarjima qilaman. Yani bu qadar ketmaydi. Men tushunammi? Ammo sizlar Qur'onni rasmiy shaklda qana qilma, tadqiq qilma degan bir yerga kelgan vaqtingizda Qur'onning asosliq ifodalash kuchi nada?
onun qurulmasida, söz ishlatishida, jumla ishlatishida, shundaymi? Va ifodalash shakllarida. Allah asosli kuchi mana u. Undan inchki tegiga cho'kib tushunish uchun o'rganish to'g'ri qiladi. Shu nuqtadan shunga al-vujub al-kifoyi, farz kifoyi deb bunday hukm chiqariladi. Masalan, ahkamlarda fatvo berish uchun o'tirg'i chiqqan tasaddara degan gap, o'tirg'i chiqqan degan gapmi? Men fatvoman, men degan diniy olim bo'laman deb o'tirg'i chiqqan har qanday odamga farz ayn bo'ladi deydi. Farz nima? Ayn. Yata'ayyan degan gap farz ayn degan gapmi? Va shunga o'xshagan shar'iy bilimlar uchun o'tirg'i chiqqan, men Qur'on tafsiri qilaman, men hadis tafsiri qilaman deb o'tirg'i chiqqan odam uchunmi yata'ayyan farz ayn bo'ladi. Nimishqa hatta yumayyiza baynal xata va savab. To'g'ri va xatoni o'tirni qana qilish uchun ayirish uchun. Ham ilm sarfninki alohida ahamiyatiga qarasak, bu yerda tezroq o'tib ketamiz. Bak muhim gap emas. Inna ilm as-sarf, sarf peni arab tili fanlarining ichidagi timi jihatda eng ulug'. Men tunugun ismi tafsilni tarjima qilgan vaqtda muzabuzatlar o'tib qolsa, ning ichidagi engni tarjima qilib degan qo'ya, arab tili ichidagi, arab tili bilimlari ichidagi eng ulug' shundami? Va u arab tilining ichidagi xatri eng katta, shundami? Va u arab tilining ichidagi bi an nu'na bihi, majhul shaklda shuma, biz uning ko'ngil bilishga eng haqliroq o'g'ini. Va uni o'rganishga, dum tushishga, uningdan uzoqlanishda taqatimizni ib qolmaslikqa eng haqli qo'ygan bir fan. Chunki u arab so'zlaridan bir sanimning ichiga, lohiya so'z tuzishning ichiga kiradi. Arab jumlalaridan, so'zlaridan mi'bar, mizan, o'lchamning, me'yor va mizan, o'lchamning o'rnida ma'noda. Chunki shu o'lcham, shu bo'yicha ma'noda butun narsalar, shu bo'yicha ma'noda o'tkinchi bir o'lcham shaklida. Faman tazama aqdu ilman, har qanday bir bilim qanday qilinsa, tuzilsa, intazama aqdinga tuzilsa vasarf vasitatuhu, sarf uning nimasi vasitasi bo'ladi. Har qanday bir muna ustiga qanday qilinsa, ko'tarilsa, sarf uning huli bo'ladi. Hul qoida degan gap, hul degan gapmi? Huli bo'ladi. Chunki sarf huwa sarfni ko'rsatadi. Adabiyotning to'riklaridan birisi va bihi shu sarf bilan arab tilining kengligi, ta'rif bilinadi. Qur'on oyatlarining, so'zlarining alohida inchki nozik taraflari tanjali echiladi. Faroid degan gapna, farid inchki nozik taraflari va payg'ambar alayhisolamning hadislarining, so'zlarining inchki taraflari echiladi. Va huma ma Qur'on bilan payg'ambar alayhisolamningki hadisi va ikkisiga qartilgan din va dunyo saodatiga yetishdiki nima vosita. Mata darasta ilm as-sarf. Qachonki sarf fanni o'rgansam, afatta ismatan tamna'uka, sen bir seni arab so'zlarida xatolikdan saqlab qoladigan bir ismatni erishgan bo'ldim va seni shu arab so'zlarining siyg'alarini saqlab qolishda xatolikdan saqlab qoladigan, sana xitobni rangarang keltirishni osonlashtiradigan bir ismatga qanday qilgan bo'ldim? Ega olgan bo'ldim. Afatta degan gap ega oldim, shuni ifodalading degan ma'noda. Ibn Usfur deydi, tasrif va sarf arab tilining o'lchami, bilimlarning onasi, arab tilining ikki tarafining eng ulug'roqi ve en çonqurraqi. Vellezî yubeyyinu şerefahu ihtiyac cemî' el-müştegilîn bil-lugat al-arabiyye min nahviyyin ve lugaviyyin ileyhi. Ve bu sarfning şerefini bizge bayan qilib turadigan narsa nima bo'ldi sana? Bayan qilib turadigan narsa bo'lsa, arab tili bilan shug'ullanuvchilarning hammasininki, mayli grammatikchidan yoki tilchidan olsun, hammasining shuningga bo'lgan ehtiyoji. Mushu buning bizga sharafini ifodalab turdi. Chunki sarf chunki u sarf arab tilining mizoni, o'lchami. Ala tara,
Qaramamsa ennehu qad yu'khadhu juz'un kabirun min al-lugha bil qiyas ve la yusalu ila zalika illa an tariq at-tasrif. Qaramamsa tildan ko'p bir qism o'lcham bilan elinishi mumkin va o'sha o'lchamga faqat sarf yo'li orqali qanday qilib bo'ladi? Yusal yetkili bo'ladi. Va endi deydi, men qibak haddan ziyoda muhim bo'lmag'achqa tez manab ketdim, ha? Qog'im zamonda deyapsizlar. Va endi deydi, va qad kana yanbaghi an yuqaddima at-tasrif ala ghayrihi min ulum al-arabiyya. Sarf undan boshqa arab tili bilimlariga muqaddam qilinish kerak. Eng burun nima qilinish kerak? Sarf. Chunki o sarf so'zlarning o'zini bilish qurashtirmasdan. Avval jumla qurashtirmay turib, nima gunish, so'zni gunish. Biz bu shuni qo'ldan sarflarimizda jumla emas, faqat so'z. Bir narsani, shu narsaning o'zini bilish, qurashtirishdan ilgari o'zini bilish cho'qim qurashtirilgandan keyingi ahvolni bilishga muqaddam bo'lish kerak. Jumla qilib qurashtirilib bo'lgandan keyin nurg'un ahvoli bor tabii, ammo uning oldida qana qilish kerak? Parcha holatini bir bilish kerak. Masalan, men bir askarninki bir atratninki bir generali desam, bir atrat o'rinlashtirishning oldida atratdagi har bir a'zolarni tek birdan qana qilib chiqishim kerak, bilishim kerak, tunishim kerak, shundaymi? Amma atrat sog'lom bo'ladi. Shunga o'xshash masala. Lekin endi burun biz bu tariximizdan sarfni burun o'qiymiz. Lekin arablarning maktablarida ko'pincha vaqtda sarf biroz keyin o'qiladi ya. Madem burun o'qilsaydi deb bo'lib davatdi, lekin u sarf kechiktirildi. Nurg'un edi keyin o'qiladi, nimishqa uning nozik va inchik o'g'anlik uchun. Chunki haqiqatan etas. Men sizlarga oddiy shaklda o'tib men dedim ya, men sizlarga bir temel asos sepiraman debcha, agar sarfning haqiqiy chekirsanglar, haqiqatan etas. Faju'ila ma quddima alayhi min zikr al-awamil tawti'atan lahu. Şu avamillarni ba'zilar, grammatikalik omillarni so'zlashdan iborat muqaddam qilingan ishlarning hammasi, ya'ni buning oldida o'rgangan narsaning hammasi bu sarfga nisbatan tawti'a bir muqaddima, o'rin hozirlash. Tawti'a degan gap muqaddama, o'rin hozirlash. Nimishqa hatta la yasil ilayhi, hattoki shu sarfga vaqt va huwa qatadarrab mashq qilib qiyosga odatlanib, irtoda degan gap odatlanib bo'lgandan keyin anbasni uchun deydi. Endi Ibn Jinni o'zininki Al-Musannaf degan kitobida, Al-Musannaf fi Sharh at-Tasrif degan kitobida sarf ilmininki fazilati haqida so'zlab, nima deydi desanglar? Va hazal qabil min al-ilm. Ilmning bu turi. Ilmning nima turi? Bu turi. Ya'ni men demakchiki, ilm sarf demakchi. Bu turga arab til ahlining hammasi atammahaja ehtiyoj. Nima atammahaja degan gap? To'liq ehtiyoj. Va hum ilayhi, ular o sarfga eng muhtoj, ashaddu faqir degan eng muhtoj. Chunki o sarf arab tilining nimasi o'lchimi. Shu sarf bilan arablarning so'zining asli, usul degan asl degan juma. Şu arablarning so'ziga kirib olgan ziyodalaridan ayrildi, tunildi. Sarf bilan o'lchirildi. O'lcham uchmagan narsaning ko'pinchisi surat qilib olsanglar, asli arab tiliga sirtdan kelgan so'zlar. Va la yusalu, bir so'zningki yozilib chiqish ahvolini bilishga faqat nima bilan yetkili bo'ladi? Sarf bilan yetkili bo'ladi. Yine bayatdan gap ekan shu. Vaqat yu'khadhu juz'un kabirun min al-lugha bil qiyas. Tilning nurg'un ko'p qismi qiyoslanib, o'lcham bilan olinadi, qoida bilan, ammo shu qoidaga qaysi yo'ldan yetkili bo'ladi? Sarf yo'ldan yetkili bo'ladi. Tamam. Endi ya'ni shu tunugungi mazmunga keldik. Sarf bilan nahvining nimasi farqi? Mazlak oddiy bir shaklda sarf bilan nahvining farqini tushunib qo'ydim. Sarf so'z, nahvi grammat jumlaga abturmani deb tushuntirib qarab boqaylik. Al-farq bayna an-nahvi was-sarf. Nahvi bilan nimaning sarfning o'rtasidagi farq. İ'lam eyyuhal akhul habib. Ey suyumli do'st, qarindishim. Shuni bilgin.
ikki chiziqning o'rtasidagi jumla mu'tariza ko'pincha vaqtda duo shaklida keladi. Radiyallohu anhu o'xshash. Alloh menga sana güzel muvaffaqiyat rizq bersin. Güzel muvaffaqiyatni bersin, rizq bersin. Shuni bilginki, an-nahv grammatika deganimiz so'zlarning oxirining qoidalari haqida bahs qiladi, mu'rab va mabnilik jihatda. Ya'ni demak o'g'il nima degan so'zda jumlada qarashtirilib, mu'rab yoki mabni bo'lganda o'zgaradi oxirisi. Muzof ilayhi olib qolsa bo'ladi, zarur qiladi. Sifat mavsuf birisiga qanday qiladi, agishidi. Fa'il olib qolsa pasho qiladi. Maf'ul olib qolsa nima qiladi, zarur qiladi-ku. Mushu. Unda o'g'anda fahuva, u nahvi deganimiz avariz kim keladigan qo'shimcha ahvollarga munosabatlik. Bir narsaning fa'illigi, fa'iliyya degan shu, maf'ulligi, izofat va undan boshqa. Ammo sarf degan-chu desa, so'zning kalim degan so'z degan gap, so'zning qurilmasining ahvoliga munosabatlik bilan bu na mu'rablik, na mabnilik emas degani qurilma emas. Yakki so'zning ahvoli. Farq shu. Unda o'g'anda xulosa tamdoq fan-nahv. Unda o'g'anda nahvi ala hada mushunga asosan so'zga munosabatlik bo'ladi. Yata'allaqu bil kalima. Ve hiye fil cümle. Aşı söz cümlede. Cümleden çatık yok. Lakin söz ki münasebetlik. Şunu ama. Ve aşı sözle ama ben eriştim bu kanda. Nehvi yukarıdaki asasen demek münasebetlik sözge o söz yalnız yardımda bir cümlede mi? Cümlede. Kurulma alette. Ve şu sözlerinin aş cümledeki başka sözlerle olan alakasını kadar kılıdı aydınlaştırdı. Yuvaddi. Daraba nima? Zeydun nima? Emran nima? Shunda mı? Daraba bilan Zeydning aloqasi nima? Zeyd bilan Emranning aloqasi nima? Nimishqa Zeydun pashqa qiladi? Nimishqa Emran suvar qiladi? Shundami? Nimishqa kitobi Muhammadda kitob oldida keladi, Muhammad keyinda keladi, Muhammadin zikr qiladi. At-talibul mujtahidda at-talibu pashqa qilsa, nimishqa mujtahid nima qiladi? Pashqa qiladi. Aloqasi nima? Nahvi buni sujud qiladi. Ve cümledeki sözünün o'rnining o'zgarishi bilan ma'nining o'zgarishini bayon qiladi. Ma'lum degandek. Tushunamyapmi? Buni bayon qiladi. Nahviy vazifasi amma sarf fatanhasiru alaqatuhu. Bunun aloqasi shu so'zning o'zidan to'xtaydi. Faqat so'z bilan aloqa. Ve shu so'zga kelib qoladigan harflaridagi, harakatlaridagi o'zgarishlar. Ama bular i'rob mabniga aloqasi yo'q mazmunlar. Hech jumladagi qurilmalar aloqa yo'q. Ya'ni Ibn Jinni deydi. Ibn Jinniga ismni olib ism tutib beringlar. Grammatikadagi peshvodir. O'zi arab emas. Tigi Rum. Iroqqa qulub kelib qolgan asli. Taxminan 1000 yil ilgari yashagan. Grammatikada hisobda arab Lerning oldida bunun oldida adam yo'q deb tushunsak bo'ladi. Buni tilni haqiqiy grammatikalaştirishdi. Ibn Jinni deydi, sarf degan nima desa, innama huwa li ma'rifati anfusil kalimati tabita. Muqim so'zningki, shunama o'zini bilish uchun kelgan narsa. Nahvi degan-chi desa, li ma'rifati ahvalil mutanaqqilaki so'zning yo'tkilish ahvoli. Oldida keldi, keyinda keldi. Bir qama Muhammadning oldida kelsa qanday, keyinda kelsa qanday. Namiya? Oldida kelsa fil Muhammad fa'il. Keyinda kelib qolsa Muhammad mubtada, qama nimasi? Xabar. Mal grammatikaning ishi. Ana tara, qaramamsa sen qama background desan, ra'aytu background desan, marartu bi background desan, shunami? Fa innaka innama khalafta. Sen faqat lam i'robning harflarining harakatini xalafda o'zgartding, qarama-qarshi qilding, omil o'zgarganlik uchun. Shunaqa so'zning qolgan qismiga chaqilmading. Qarasanglar, background qolganiga chaqilmadik-ku. Faqat background qildik. Zir pash qildik-ku, ha. Backgroundning o'ziga chaqilmadik, ma'navli. Ammo sabab degan nima? O'zini o'zgartirdi. Zarabani
Zaribun qiladi, zarabani mazrubun qiladi. Mana shuni anlamayapmi? Unda onda sarf nimani tadqiq qildi ekan? So'zning o'zini. Nahvichu so'zga kelib qoladigan ba'zi ahvollarni, harakatlarni. Va iza kana kazalik, agar ashtalgan bo'lsa ahvol, kana min al-vajib, vajib shuki grammatiki bilmoqchi bo'lgan odamga ayyabda bi ma'rifati at-tasrif. Avval sarfni bilishni boshlash kerak. Siz to'g'ri qildi anglamancha. Avval sarf degandan ondan keyin grammatik o'rganamiz inshaalloh. Chunki bir narsaning muqim o'zini bilish, o'zgarishchan holini bilishga asli bo'lish kerak. Avval bir narsaning o'zini bilish kerak. Ondan keyin uning o'zgarishchan ahvolini qanaqa qilish kerak bilish kerak. Lekin var. Lekin illa degan lekin g'o. Ma turdagi pan anna hada darba min al-ilm. Darba min al-ilm degan urushda tarjima qila olmaydi. Tur. Ma turdagi bilim pan lamma kana awisan sa'ban. Intayin qiyin bo'ldi. Awi sa'b degan gap qiyin degan gap. Budi'a bihi qablahu bi ma'rifati an-nahwi. Buning oldida nahvini bilishdan boshlandiki, shunga sarfni qapqab, nima yeganda ha nahvi. Ondan keyin ji'abihi, ondan keyin buni keltirildi. Sarfni nahvidan kim keltirildi? Alfi demi shu. Alfi danglik nahvi kitob bilishlarsizmi? Sarf qaysi qismda? Oxir qismda. Biz baldir o'rganyapmiz, qoidaga rioya qilib, boshqa olmayapmiz. Nimishqa nahvidagi mashq, irtiyot degan gap, mashq degan gapchimi? Nahvidagi mashq ay sarfga kirishga muqaddima. Mavti'an degan gap bir muqaddima, o'rin hozirlash, muqaddim bo'lsin uchun. Va sarfning maqsad, ma'nilarini bilishga va hol tasarrufotlarini bilishga yordamchi bo'lsin uchun avval nahviy o'rganib, undan keyin sarf o'rganyotdi insonlar demakchi. Eng oxirida bir abzas qoldi ha. Asli insonlar bo'lsin, buni kirish ketiligi bo'lish kerak. Burunqi yozilgan kitoblarda asosan ikkisi nima pilla. Ankin deganimdek asosda taraqqiy qilgan siri pilla hamma fan qandoqliq mustaqillik. Shunda o'tadi va haynama fusila as-sarf an-nahwi. Sarf nahvidan ayrilgan vaqtida tugmat tarkibi وأصبح علما مستقلا ذات أبواب فصول ve terkip tükümüdü. Baplık. Zat abwab degan nima? Baplık. Ve fasillik. Zat deganlik ku mustaqil bir pen bo'lgan vaqtida tamayyazan nahvi. Nimadan ayrıldı? Nahvi. Şunlaşqa kimki ulamalar bu sarfni nahvining ayrim bir qismi hisobladi, nahvining bir qismi emas. Nahvining ayrim bir qismi hisobladi, nahvining qismi shu emas. Qasim degan gap ayrilgan bir qism. Qisman minhu degan gap uningdan bir qism. Nahvining bir qismi emas, balki nahvidan qana ayrilgan bir qism hisobladi. Deb bugungi darsimiz shuni bilan oxirlashdi savoqdoshlar. Bugun kitobimizning muqaddima qismini alhamdulillah tugatib oldik. Ve şunu olan birlikte bir tekrar eslatib o'tay. Pillarning qismlarini qana qildik, so'zladik. Pillarning qismlari qanchaga bo'lingan bo'ldi? 7. Sahih, mudaa, misal, ajab, maqtul. Mushuni kelar soatda inshaalloh takrorlab kelsanglar bo'ladi mencha. Undan keyin kitobning muqaddima qismini ancha-muncha ko'rib qo'yinglar. Inshaalloh kelar soatlik darsdan tortib, kitob bizga rasmiy o'zining oldini qildi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.